To'rdishimizning ikkinchi hikoyasi bo'lsa, opasining bir chiqib kelganda, opasining yosh vaqtlarga bu 77-78 yillarga. Chog'da bu opasi, bu opasining bir inisi ekan. Shu inisini elib, qiynapisining uyidan o'zining opasiga uyiga bordi ekanda. Shu berish jarayonida bularning o'tadigan bir jilg'i bor ekan. Bu ya'ni o'tang deb qo'ydi ekan. Mayaqdan kelib, tuvallab tushib, cho'nqurga. U yana bir 100-200 metrdek menib, burun suv kelgan suv mang'aga o'xshaydi, lekin hozir suv yo'q. Shu ajadan menib, mayaqda yana bir yog'i yamishib chiqib, işte o'tirgan ekan u. Shu bilan qiynapisining uyidan tomoqlarni yeb uni qilib, kechgacha boramiz deb, bu arliq hamda atdiganda bo'lsa, tushgacha qiynapisiga berib tomoqni yeb yesa, kechgacha o'zi o'ynab keldigan, shunday bir arliq ekanda Aroda. Son mağandike qiynapisining uyidan chiqib, mayaqda olib saqlab turdi, kechda keldi deb. Shu yilqi o'tang deganga kelay deganda qarang chiqib ketdi ekan. U yerdan chiqib olsa birdan o'zining uyiga berib oldi ekanda. Shu uya cho'nqurga tushdi ekan bular. Tushib menib qatib qarang ketganda dedi. Shu ketayotgan vaqtida tuyuqsiz shu Harunning keyni g'osli qilib o'tirishgandek bo'ldi ekanda. Voy kim u deb bundaqli keyni qarasa, bir shundan gavdalik yo'g'on bir odam bularga dumbisni qilib, futini Harunning atrofiga sangiltib, ikki qo'lda Harun tutib, o'sha o'tagan ekan. Dumbisni ko'rgandan beshining keyni chiroyini ko'maydi ekan. Hada deb inis qaraydi ekan, bu qiz qaraydi, bu to'rdashning opasi qaraydi ekan. Bu jim bo'lib ketganda yaga qilolmaydi ekan. Angacha eshak qotganmi u nimaga? Eshakmi otmoq qilib. Bu jonivormi talab shu so'ranmay taqib ekan. Bular hamda shu 100-200 metr keldigan azroq arliqni mangi verdiganda tugamaydi ekan. Menib qoldi ekan, oldidan meliq chiqitiga yer ko'rinib turdi ekan. Gap bo'lmaydi ekanda. Qorong'i tushaverdi ekan, bular mangi verdi ekan. Taxminan o'zining dapirishcha 5-6 soat menib ketdi ekanda. Men bir chaqda tong suzilishdan burun kun chiqmay turib, osmon azroq bir yo'rgandek bo'ldi. Ashunday vaqtda bu ikkilisining qulqiga tang meni ko'rganingni hech kimga dema degan bir ovoz anglanib, anikin bu odam yo'qolib ketdi ekanda, Harun bunda ko'tarildi ekan. Shuning bilan bular bu foydasi qolmaydi dedi ekan, bular menib yoddan chiqib uyga berib oldi ekanda. Bosamda bu opasi martabadan to'rdash mo'miz oldi. Ansirab kecha uxlamagan ekanda, o'yna ketdilar nima bo'ldi u deb. Sizlar oqshom kelamiz degan bu deb. Endi hech kimga dema degan gap ma adashning esida bo'lgan ekan, u to'yib bo'lgan cho'ng adash bo'lgan ekan. Voy opam ishtaq tutib qo'nib bunda keldi bu deb gapni burib ekan. Ammo inis kichik bo'lgan ekan, chidamay opasiga yig'lab ketdi ekanda, "Oppa, mushtaq bir narsa ko'rib qoldik, mushtaq chiqib qoldi" deb deydi ekan. Degan voy ishnamaydi bu deb bir amallarni qilib qo'ygan bo'ldi ekan. Shu kun kechdi bularga yetib qoldi ekan. Yetib bu adash usti to'nglik ekan. Uyqusi kelmay shu to'nglikka qarab yotsa, oppoqli bir ajoyib bir chiroy. Mush to'nglikda chiqib, beshimda qiplab past tarafga mushlarga qaraydi ekanda. Shu chog'da iniq ko'rdi ekan buning chiroyini. Oppoq ajoyiblar debdi. Bu qarab nim chiroyli bir ifoda yo'q, işte qarab turdi ekan, bu adash qo'rqib ketib yotganda purkib oldi ekan. Purkib olib ocholmay qo'rqib ketgandan yig'lab ketdi ekanda. Shu bir vaqtda opasi yig'i ovozini uyg'onib, "Voy nima bo'lding" deb yotgandan qarshi yig'lab yotgan nima bo'lding desa, "Mushtaq to'nglikdan birisi qardi" dedi ekan. Angacha enisimi hamda ashta bir nim ko'ga o'xshaydi. Mush og'izlari mayma bo'lib ketgan ekanda. "Voy sana nima bo'ldi" desa, u deb bermaydi ekan. Bu deb tanitgan vaqtda shu bir doktorni izlab chaqirib bu bolani ko'rsatganda, ko'rsatsa bular shu ketayotgan vaqtda safardosh deydi ekan uni. Bir safardosh bularning orasini oriyat deb chiqibdi ekan. Millatda bular ko'rganini hech kimga demay qilsa ishlar bo'lmadi ekan, lekin bu o'g'il mushtaq ko'rdim deb sizga deb qo'yganlik uchun kelib buni jumchi kachatlarga urib qo'rqitib qo'ygan o'xshaydi deb doktor ishlarni bir o'zining usullari bilan davolab qo'ydi ekan. Endi bu kichik dadasi bo'lamda ma qizning to'rdashning. Kichik dadasi hozir bu aka og'zi ham hozirgacha sal maymoq ekanda. Ben ancha-muncha chanidi ekan qolgan vaqtda.
Mana bu tordaşның ikinci hikayesi. Ben bu tordaşның üçüncü hikayesi olsa şu yani apısının işike şu toy qıp dadısı bilen bular ayrım bir kız uyda turdu ekan da şu qo'radi ki. Turib başta his qilmagan ki. Endi bir kuni bular yatayıl deb chiroqni shundoqli o'chirishiga o'chaqda kirsin chiroq shiltir ekan. Bu uy qop-qora bo'lib ketsa to'g'ri bo'ldi. Uy qorong'i olmay, sal nereden nur kirganini uqmaydi ekan. Sal yo'rib turdi ekan-da. Voy bu qanday bo'lib qoldi deb bir yerdan nur kirgan o'xshi deb yotaverayli deb yotir ekan, yotsa tuvan tarafda bir mo'may paydo bo'lib qoldi ekan-da. Bu eri bilan bu adashdan ko'rdi ekan buni. Bundan bir-birisiga ishorat qilib qo'ydi ekan. Endi u davrlardagi odamlar işte jiq ko'rib ko'nganmi ish qilib. Bir nam to'g'ri ko'tarib hayron qolmaydi ekan-da. Jimmi yetib oldi ekan. Bu mo'may hamda shu past taraf u yoqqa minib, bu yoqqa minib, bularning qochquchilarini ilib, saylarini ilib, saylarni to'g'rab, qochquchilarni silib, qozonlarini ip, saylarni pishirib, tomoqlarni etib, ondan yana bir muncha odamlar kirib, bular ashqiyachi varam-churum qilib tuvan tarafda yeb bu tomoqlarni. Bu uyning ichi bozorlik ekan-da. Ammo eltisi tanitgan vaqtda jimjit damiz yo'qaydi ekan. Bular qo'pib qochquchilarimni ishiltib ketdi deb ma'adash qo'pib qarsa, hammasi joyida turganda. Bu ajoyib ish bo'ldi deb buni cho'nglag'i desa, voy sizlar işte ko'rinib qolgan o'xshaydi deb iranishmaydi ekan. O davrlarda bular hamda jiq o'ylamay ishni qilaverdi ekan. Ammo bu mo'may bekchiq paydo bo'ldi ekan-da. Ba'zi ish ko'p qoldi ekan, ba'zi ushib qoldi ekan, ba'zi to'nmaydigan birlar keldi ekan, işte tomoqlarni etib yeb, paranshib, tanitgan ketdi ekan. Shuning bilan bu adashdan qo'shqilib 6 oylik bo'lgan vaqtda bir kuni yo'ldoshi boshqa yezda o'qituvchi ekan. Atganda velosiped bordi ekanda, 6-7 kilometr keldi ekan oraliq. Qish vaqtga u. Atganda hamda ayolni uyg'otmaylam, ishga kechib qolma deb qarong'ida uydan chiqdi ekan. Bu ayolni shu chiqib bo'lgan vaqtda his qildi ekanda, ketgan. O'cha qo'pqonning foydasi yo'q. Yani böyle uxlab olaychi deb shu hamda yotgan vaqtida Xalchamga bo'dashning ismi. Xalcham deb bir ayol chaqirdi ekanda. Men bir chaqirotdi deb unda ko'zni ochib qarasa, ilk doim tuvanda ish qildigan mo'maymi shu beshi qarab turgan ekanda, beshiga. So'ngra bu beshim kelyapti, nima qo'ydi desa, tomoq aytgandim, tomoqingizni yevaling deydi ekanda. Degan bir xil nima qilarini uqmay jimmi turib beshini bunday qo'ydi ekan. Bu mo'may pastga tushib bilan bir tomoqni ochqidi ekan. Endi umrni ko'rib boqmagan g'alati bir tomoq topdim. Shuning bilan men yevaling deb unday qilgankim bu ayol xuddi ishchiga birisi kirib, bu yerni midirtayotgandek dal o'rnidan turib, böyle qochini qo'liga oldi ekan. Bu qo'shiqmi yo'q, cho'kimi yo'q, qo'li bilan og'ziga bir ximir tomoq o'xshaydi. Og'ziga shu uchumlab soldi ekan. Siz bir vaqt olganda yeyish jarayonida bu mo'mayimda shuna mehr bilan qarab turdi ekanda. Yeb bir akaga vaqtim shunda bir ko'ngilishib ketdi ekan. Men qusatdim, men qusib olay desa, "Yo'q, qusmang" deydi ekan. Sonra bu nimda qildigan deb balki chiroqni yoqmoqchi bo'ldi ekanda, kirsin chiroqni. Uni yiqish uchun sarangi bilan bunday yoqadi ekan. Shu sarangini izlasa, chiroqni yoqmang. Chiroqni yoqsangiz ma'mi qilsiz, o'zingizga qilsiz deb bu mo'may bir xil gaplarni qildi ekan. Sonra chiroqni yoqmaydi, bearamchilik, yo pastga tushamay, yo qusamay, işte bo'p bir chog'da tong suzildi ekanda, qish vaqti suzildi. Sonra bu mo'may ish joyida yo'qaydi ekan, andan keyin chiqib, cho'nglarni kirib mushtamishta olib ketdi deb degandan keyin u turmang, chatoq bo'libdi, bu biz nima qilaylik deb boshqa yendin bir yotoqni ayrim qilib, boshqasiga tutib berib, u uyni shu betga tashlab qo'ygan ekan. Bu adashma hamda shundan keyin bir oygacha qizib, og'rib, boshlab o'tir ekan. Doktorlarni chaqirib qilsam, mushtaq bir mo'maylar bu uyni uy qilibdi, sizlarni talishibdi deb ashtaq degan ekan. Shuning bilan bugun 23 minut so'zlaytibdim. Bugungi hikoyalar shuncha bo'lsin.